Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 62. sure Cuma. Medinede nazil bo'lgan 11 oyat. Nahayt şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Allohga osmonlardagi va zimindagi narsalar tasbih aytadi. Allah mutlaq podshohdir. Hamma nuqsonlardan pokdir, g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah ummiylarga, ya'ni yezishni va o'qishni o'qimaydigan arablarga ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad alayhissalomni avatdi. O yana payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib beradi. Ularni gunohlardan pok qiladi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Garchi ular ilgari ochiq gumrohlikda bo'lsa-mu, hamda payg'ambarni texi ularning zamonida bo'lmagan, keyin keladigan ikkinchi bir qavmga, ya'ni qiyomatgacha keladigan musulmonlarga avatdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalomning payg'ambarligi zamondoshlarga emas, balki qiyomatgacha keladigan kishilarga umumiydir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Mana bu Allohning fazlidirki, uni xohlagan odamga beradi. Allah ulug' fazl egasidir. Tavratni ko'tarishga, ya'ni amal qilishga taklif qilingan, ondan uni ko'tarmaganlar, ya'ni Tavrat berilgan va uningga amal qilishga taklif qilingan bo'lsa-mu, uningga amal qilmagan va hidoyatdan foydalanmagan yahudilar xuddi kitob yuklangan eshakka o'xshaydi. Allohning oyatlarini inkor qilgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ey yahudilar, agar sizlar boshqalarni emas, faqat o'zinglarni Allohning do'stlari deb da'vo qiladigan bo'lsanglar, oxiratning rohatiga tezroq yetish uchun o'limni orzu qilib beqinglar. Agar bu da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ular qilgan gunohlari tufaylidan o'limni hargiz orzu qilolmaydi. Allah zolimlarni bilguvchidir. Ey Muhammad, sizlar qochadigan o'lim cho'qim sizlarga yo'liqadi. Ondan sizlar g'ayibni va oshkorni bilguvchi Allohning dargohiga qaytarilsizlar. Allah sizlarga qilmishinglarni aytib beradi degan. Ey mu'minlar, juma kuni juma namoziga azon aytilsa, Allohni yod etishga, ya'ni juma xutbasini anglashga va juma namozini ado qilishga oldirab beringlar. Ilm setimni qo'yib turinglar. Agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Namoz o'qilib bo'lganda ziminga tarilib, ya'ni o'z mashg'ulotinglar bilan bo'lib, Allohning fazlidan talab qilinglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohni ko'p yod etinglar. Ey Muhammad, ular bir tijoratni yoki tomoshini ko'rsa, seni o'ritirib xutba o'qiyotgan peting tashlab, uningga yana tijoratga yuguradi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allohning dargohidagi narsa tomoshidan va tijoratdan yaxshidir. Allah rizq berguvchilarning eng yaxshisidir.